Barcha Temur shahzodalarida bo'lgani kabi Zahiriddin Muhammad Boburni asl ismini qo'yishda Xo'ja Ubaydullo Ahrorni ham rolini ko'rsatib o'tish kerak, chunki Boburning otasi Umar Shayx Mirzoni piri bo'lgan va bu chaqaloq tug'ilgan paytda uni otasi Xo'ja Ubaydullo Ahrorga murojaat qilgan va Qur'oni Karimni o'qib turgan paytda oyatidagi nimalardan kelib chiqib chaqaloqqa Zahiriddin Muhammad degan ismni qo'ydi. Zahiriddin Muhammad dinning tayanchi ma'nosini beradi. Zahiriddin Muhammad Boburning 19 nafar farzandi bo'lgan va ulardan 7 nafari balog'atga yetgan. Bular 4 o'g'il: Humoyun Mirzo, Kamron Mirzo, Askariy va Hindol Mirzolar. 3 ta qiz: Gulrang begim, Gulchehra begim va Gulbadam begimlar. Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzoning otasi Umar Shayx Mirzo va o'g'li Humoyun Mirzoning taqdiri bir xil yakunlangan. Otasi Umar Shayx Mirzo Axsi qalasidan yiqilib halok bo'lgan, o'g'li Humoyun Mirzo esa Agradagi qal'adan yiqilib halok bo'lgan. Zahiriddin Muhammad Bobur mahoratli jangchi sifatida u suzish san'atini ham yaxshi ekanligi, g'avvos bo'lganligi manbalarda keltirilgan. U yoshligida Sirdaryo va Amudaryoni o'lchash maqsadida suzganligi Boburnamada qayd etilgan. Shuningdek, keyinchalik Hindiston hududida Sind va Ganga daryolarini to'liq suzib o'tganligi keltirilgan. Zahiriddin Muhammad Bobur Movarounnahr mulkidan ayrilgach 1504 va 1505 yillarda Kobulga borib davlat qurdi. Chunki Kobul uning ota meros mulki edi. Sababi Zahiriddin Muhammad Boburning otasi Umar Shayx Mirzo Farg'ona mulkiga hukmdor bo'lgunga qadar uning otasi tomonidan berilgan dastlabki mulki Kobul mulki edi. Zahiriddin Muhammad Bobur Movarounnahr mulkidan ayrilib qolgach Kobulga borib davlat qurdi va Kobulga bosqinchi sifatida emas, balki ota meros mulkini qaytarib olish uchun borgan hukmdor sifatida tarixda qoldi. Zahiriddin Muhammad Bobur 1519-yil Hindiston ostonasidagi Bajavr qal'asini egallash vaqtida unga Kobul shahridan xabar keladiki, u farzandli bo'lganligi haqida. Shunda Bobur Hindistonni egallashimiz xayrli bo'lsin deb bu o'g'liga Hindol, ya'ni Hindol deb ism qo'yishadi. Bobur aksariyat janglar oldidan askarlariga o'lja va mukofotlar va'da qilgan. Xususan Panipat jangidan so'ng egallangan barcha o'ljalarni askarlar orasida shaffof taqsimlab bergan va o'ziga hech narsa olib qolmagan. O'rta asr hukmdorlari orasida ko'pchiligida bergan va'dalarini ustidan chiqmaslik holatlari ko'zga tashlanadi, ammo Bobur doimo askarlarga bergan va'dasini ustidan chiqqan. Zahiriddin Muhammad Bobur Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgan. U 1526-yil aprel oyida bo'lgan Panipat jangida o'zining qo'shinidan 8-9 barobar ko'p bo'lgan qo'shinni yenggan sarkarda sifatida bu kitobdan joy olgan edi. 1527-yil Kanva jangidan oldin Zahiriddin Muhammad Bobur tavba farmonini qabul qilgan. Bu farmonga ko'ra Bobur buning arkoni va butun qo'shini may ichishdan voz kechadi. Shundan boshlab Bobur va uning arkoni davlati boshqa may iste'mol qilishmagan.